Gipertoniya yoki davleniya kasalligini davolashda sport mashg'ulotlari beqiyos darajada o'rin tutadi. 2023-yil Britaniya sport tibbiyoti jurnali o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, 270 ta tadqiqot birlashtirilgan, 15 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. Unga ko'ra, eng asosiy foyda beradigan mashg'ulotlar bu izometrik yoki statik mashg'ulotlar hisoblanadi. Aynan ular qon bosimini bitta preparatning to'liq dozasiga yetarli miqdorda, ya'ni sistalik bosimni 824 mm simob ustuniga tushirishga xizmat qilar ekan. Bu mashg'ulotlarga plankani, stulchikni yoki yarim o'tirgan holatda turishni, turnikda shunchaki osilib turishni, qariyalar uchun esa expander mashg'ulotlarini keltirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu mashg'ulotlarning natijaviyligi aerob mashg'ulotlar, ya'ni yugurish, suzishga nisbatan yuqoriligi ko'rsatib o'tilgan. Mashg'ulotlarni preparatlar bilan birgalikda va shifokor mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda bajaring. Bizni kuzatib boring.